Hürmetlik Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentlikinin xəbərlər proqramımızda görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Ən aldı bilan xəbərlərimizin qısqaça məzmununa göz ataylı. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Mədəniyyət və Maarif ministri Professor Mehmet Letip əpəndi Şərq Türkistanның əhvali və Şərq Türkistanның müstəqilliyinin zörürlükini anlatdı. Amerika yana iki Xitay şirkətini qara tizimlikə kirgizdi. Xitay Ərəb Birləşmə Xəlifəligi Birləşmə Hava Armiyası Şərq Türkistanda hərbi manevr ötküzdü ekan. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Mədəniyyət və Maarif ministri Professor Mehmet Letip əpəndi 2 avgust günü Tokyo'da ötküzülgen Rusya'dan keyinki 7. Erkin Milletler Munbiri söz kılıp, Şərq Türkistan'ın tarixta müstakil devlet bulup, insaniyet terakkiyatıga qoşkan töhfilleri. Xitay tecavüzçilerinin müstakil Şərq Türkistan devletiga 1949 yılı tecavüz kılıp girip, kanunsuz işgal kılıp ağalıqı. Xitayning Şərq Türkistan devletinin egisi bolgan Uyghur ve başka Türkiye xalqlarga qarta yürgüzüp kelayotgan zulmü. Bulupmu 2014 yılga kelgende Xi Jinping'nin ırqi qırgınçılıqni chekkaga chiqarib, 3 milyondan ortiq Uyghur ve başka Türkiye xalqlarini jazo lagerlari ve türmelerge qamab, inson qalbidan chiqqan vahshiy usullar bilan qiynab kelayotganligi, o'ltirayotganligi, jazo lagerlari ve türmelerning sirtidagi hayotning echinishlik ekanligi. Xitoyning Şərq Türkistan'da 21. asrdagi cho'ng qirg'inchilikni yurgizish sababining Şərq Türkistan'ni abadil abad o'ziga tava qilib olish, o zamanның egillarini yo'qotish va dunyoga hokim bo'lish ekanligi. Xalqaro jamiyat jiddiy harakat o'tib, irqiy qirg'inchilikni to'xtatmaganda Xitoyning butun insoniyatning beshiga balo bo'ladiganligi. Irqiy qirg'inchilikni to'xtatishning birdan-bir yo'lining Şərq Türkistanning mustaqilligini asliga keltirish ekanligi. Shuning uchun dunyodagi barliq davlatlarning hamkorlashib Şərq Türkistanning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishini qo'llash kerakligini aytdi. Amerika yana 2 Xitay şirketini qara tizimlikka kirgizdi. Amerika Davlat Majlisining xabar turi bo'lgan Töpülük, ya'ni Hayal xabar torining 1 avgustdagi xabariga qaraganda, Amerika Davlat bexatarlik idorasi seshanba kuni Uyg'urlarni majburiy emgakka solgan 2 Xitoy shirkatining Amerikaga mal eksport qilishini to'xtatganligini uqtirgan. Mashina batareyasi ishlab chiqarish shirkati va qo'shimcha yemak-ichmak ishlab chiqarish shirkati qatorliq 2 shirkat Amerika qara tizimlikka kirgizgan shirkatlar qatoridan o'rin olgan. Bu Amerika Davlat bexatarlik idorasining Xitoyni Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizgan irqiy qirg'inchilik va majburiy emgak selish qilmishidan javobgarlikka tortganligining belgisi. Amerika Davlat bexatarlik idorasining sekretari Alejandro Mayorkas bugungi jazolash harakati Bayden hokimiyatining qurilishlarning qo'rqinchli inson haqlari dafsanchiligi va majburiy emgak selish qilmishining mas'uliyatini surishti qilganligini tushundirdi. Biz sheriklarimiz bilan hamkorlashib, qonunliq tijoratni rivojlantirib, Uyg'ur majburiy emgakidan ishlangan mallarning Amerikaga kirgizilishini cheklaymiz degan. 2021-yili Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni ma'qullangandan keyin Amerika Uyg'urlarni majburiy emgakka selish orqali ishlab chiqarish bilan shug'ullangan jami 24 Xitoy shirkatiga jazo bergan. Xitoy Arab Birlashma Xalifaligi Birlashma Havo Armiyasi avgust oyida atalmish Şinjangda harbiy manevr olib borgan. Yangi Arab xabar torining 1 avgustdagi xabariga qaraganda, Falcon qalqini 2023-yil manevri deb atalgan ikki davlatning havo armiyasi o'rtasidagi tunji birlashma manevr dushanba kuni Beijing Davlat Mudofaa Ministrligi tomonidan e'lon qilingan bo'lib, bayonotda manevrning maqsadi Xitoy bilan Arab Birlashma Xalifaligi armiyasi o'rtasidagi amaliy almashtirish va hamkorlikni cho'nqurlashtirish, shundaqla o'zaro tushunish va ishonchni ilgari surish deyilgan. Xitoyning tashviqot koni bo'lgan Yer shari vaqt gazetining xabariga qaraganda, bu qitimqi manevr Xitoy Paris qo'ltiqi davlatlariga Li-15 manevr aeroplanini eksport qilish kelishimini imzolagandan keyin o'tirg'a chiqqan. Arab Birlashma Xalifaligi yana Xitoyning uchquchsiz aeroplanlariga ega ekan. Avgustda olib berilgan manevr Xitoyning Paris qo'ltiqi davlatlari bilan quyuq munosabat o'rnatgan, Amerikaning bu yerdagi ta'siri ojizlashgan mezgilga to'g'ri kelgan. Xitoy bu yilning boshida 7 yildan beri yiriklashib kelayotgan Saudiya Arabistoni bilan Eronning munosabatini yaxshilash uchun oraga kirgan. Xitoy atiganlik pochtasi gazetining xabariga qaraganda, Xitoy 2016-yili atalmish Şinjangda ittifoqdoshlari bilan birga piyoda qism harbiy manevri o'tkazgan. 2017-yili Pokiston havo armiyasi bilan birga manevr o'tkazgan. Birlashma Arab Xalifaligi Amerikaning ittifoqdoshi bo'lib, Rossiyaning Ukraina ishg'olini ayblashni rad qilgandan keyin ikki davlatning munosabati yiriklashgan.
Әмірлік құраллық қысымлары Америка cihazlarını işletadigan bulup, Washington bilan Arab Birleşme Xalifaligi tartiblik şekilde birleşme manevr ötküzülgen. Oyg'unish faqatla yumulgan ikki ko'zning echilishidan iborat oddiyla yumib echish harakati emas, aksincha bu xiyol tasavvurni o'z kontrolligiga olgan jimi yaxshi yomon tushlarning solgan tizgin taqoqlarini chiqib tashlab, real dunyoga qaytib kelishni, zehn va ongning turli sun'iy uyqu dorilarining ta'siridan pokizlanib, Tangri yaratgan fitrat bilan tang bizga ato qilingan suzuk va sap idrokni, sakaklikni qaytirib kelishni, putqolni tushakab turib ko'radigan tushlarning aldarki usullariga mahliyaliqidan bo'shinib, haqiqiy ma'nodagi hur irodasi bilan harakat qiladigan, reallik dunyosida ixtiyoricha parvoz qiladigan qush misoli erkinlikni, o'zlikni va sap kimlikni qo'lga keltirish qatorliqlarni o'zida mujassam qilgan harakatlarning jug'lanmasidir. Qisqasi, uyg'unish haqiqiy ma'nodagi uyg'oqlikni, oydinlanishni, samoviy nurning illiq taptidan ro'yi uzuq va energiya elishni, moddiylikning mahbusiga aylanishdan qutulib, ma'naviyatning kamolat martabasi tomon ilgirlashni mazmun qilgan insoniy komillikka yetish harakatidir. Allah bu yo'ldagi tirishchanliklarni xayrlikka vasila qilib bersin. Haq yo'ldan shoshmaslikni, to'g'rining va haqiqatning izidan yurishni hamisha muvaffaq qilib bersin. Burhan Muhammadning yozmalaridan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.